Nima savollar? Mish-mishlari ne berali? Давайте. Haqiqat. Aha, xo'p. Shu aga bilan munosabat bormi yo'qmi? Kim edi o'zi? Haqiqat. Qo'yinglar unaqa savollarni to'g'risi. Yo'q, unaqa savollarga javob bermaydi, qo'yinglar. Rahmat. Yo'q, munosabat yo'q, отношения yo'q. Yo'q. Yo'q, unaqa savollar bermanglar, menga qo'yinglar. Neredansiz siz? Surxondaryoliman. Necha yoshsiz? 24. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Sen chiqmadi zar. Nimaga unaqa savollar kelyapti? Ha endi, Xudo bergani nasib bo'ladi-da. Yaxshi inson topsam. Plan bormi? Yo'q. Bunda biron yil qariroq bo'lganimda-da. Qariroq. Yoshlikni yashab oldim. Necha yoshda chiqish kerak o'zi? To'g'risini aytsam, men uni bilmayman. Menimcha hamma o'zini insonni uchratgan vaqtda, lekin turmushga chiqib ajrashsanglar hech qisi yo'q, bo'lib turadi. Noto'g'ri odam tanlab qo'yish mumkin hamma. Shunga hech xafa bo'lmanglar. Hayotda davom etish kerak. Dalishi o'zingizlarning odaminglarni bir kun kelib topasizlar to'shni. Siz uchun necha bo'lishi kerak? Turmush o'rtog'ingiz. Bugun aytgan gapimni aytib yuboring. Aytavering. Yo'q, u narsani aytsam yomon bo'ladi. Men o'sha yaxshi ko'rgan insonim bor. O'shanaqa inson bo'lsa bo'ldi. O'sha inson bo'lsa bo'ldi. Da. Shunaqa. Necha xarakterlarga ega bo'lsak? Erkak bo'lsin. Erkak bo'lsin. Mendan xarakteri kuchliroq bo'lsin. Shunaqa.